Voy ukam, mana saxir bo'lib qolganimga 11 yil bo'ldi. Bundan 20 yil oldin bolalarim pasporti Tojikiston edi. Shunda qiynalib, yugurib 2 yil chopdim. Hech qat qolmadi, to tepagacha chiqqanman. Pasportni olishimga qiynalib, bolalarim uchun siqilishdan bo'ldim men. Bu qanaqa muammo bo'lgan? Shokka tushib qolganman. Bolalarim Tojikiston tug'ilgan, o'zi Toshkentlikman. Toshkentdan yoqqa turmushga chiqdim. Bolalarim Tojikistonda tug'ilgani uchun pasport berishmadi, betda. Lekin Toshkentdan berildi. Boradigan joyimga bordim, tepalargacha chiqdim. Lekin mana o'sha 2 yil meni sog'lig'im ketib qoldi. Shuning ichida men siqilib, saxir bo'lib qoldim. U mana bo'lganimga o'sha 11 yil bo'ldi saxir bo'lganimga. Endi keyin men pasportga siqilib 2 yil dokument bilan elchixonalarni teshib tashladim. Hech qat qolmadi, hamma joyga bordim. Lekin tepaga chiqib, bosh vazirlarga chiqib oldim o'sha pasportni. Lekin o'sha bir parcha qog'oz deb sog'lig'imni yo'qotib qo'ydim. Shunaqa siqildim, bolalarni chiqarib yuboramiz Tojikistonga deganda 3 kun shokka tushib qoldim. Yemadim, ichmadim, hech narsa qilmadim, shuna yotaverdim, tura olmadim, ishga ham bormadim. Onam yig'lab telefon qildi. Tur bolam, Xudodan so'ra, Allohdan so'ra, namozingni o'qi. Xudo degan o'sha Xudo o'zi bergan yechimini o'zi tugunni o'zi yechadi. Tur bolam deb onam yalinib meni 3 kun turg'izib yig'ilab, yo davleniya bo'lsan, yo saxir bo'lsa, kasal bo'lib qolsang, bir narsa o'lib qolsang, bolalar kimga qoladi, uchta bolang tur deb, unda bolalarim yosh edi. Hozir Xudoga shukr 40 dan o'tdi bolalarim endi. Shunaqa qilib turg'izdi onam. Ona sababchi bo'ldi. Turdim, yugurdim 2 yil, chopdim, lekin sog'lig'imni yo'qotib qo'ydim. Endi saxir bo'lganimni 11 yil oldin bildim. Mazam bo'lmadi, Toshkentga, sentrga borib, shunaqa joy bor ekan, saxirga qon topshiradigan, analiz topshiradigan joy bor ekan. Ular 3 mahal qilib olishdi. 9 da, 10 da, 11 da qilib och qoringa shirin choy bilan, u bilan kofe bilan qilib analiz qilib olishdi-da. 6,5 podozreniya bor sizda dedi. Keyin bu yoqqa keldimda Gulistonda bitta koreys kishi bor, laboratoriya mediservisda. Qarang, mana u tekshirtirishingizdan oldin sizda qanaqa asoratlar bo'lgan? Mazam bo'lmadi. O'zimni yomon sezdim. Ter bosib, qandaydir holsizlikmi, lekin bozorda ishlayman. Men chaqqon, yurib va charchamayman. Hozirgacha ham charchamayman. Misol o'shanda o'zim mazam bo'lmadi. Qandaydir bilinadi-ku odamga. Ertalab tursangiz hamma joyingiz og'riydi, birov bosib ketganda, kechqurun yotamasam, uxlamasdan, ertalabgacha uyqularim qochib, shuna qo'yib qoldim. Keyin koreys kishiga laboratoriyaga medservisga olib bordim, aytdi, sanda dedi 6,5 chiqyapti. Podozreniya bor. Ehtiyot bo'l, o'zing sog'lig'ingni saqla, saxirgan bo'lasan deb qolsa, men ishonmabman. Meni zotimda, avlodimda saxir yo'q edi. Men aytdim, "Voy, zotimda, avlodimda yo'q, men nima saxir bo'laman?" deb parhez qilmadim. Keldimda yana yeb yuraverdim. Keyin ancha mazam qochdi. Keyin borib topshirsam agar saxir berishdi. 7-8 berishdi. Aytdi, "O'sha saxir" dedi. 6,5 dan o'tibsan, o'sha 7-8 dedi. Dori ichib yuraverdim. Mana shu qanaqa holat bo'ldi? Saxir. Shokka tushib qoldim. Tamom shokka tushib, o'zimni yomon sezib, yig'lab, xuddi men hayotdan haylashib ketayotgandek bo'lib qoldim. O'laman deb, tamom, yo'q, to'g'ri gap. Tamom shokka tushib qoldim, o'zimni yomon sezdim. Tamom, men endi saxir bo'lib qoldim. Endi ko'rmaganman-ku saxirni. Vaqti bilmayman, avlodimda yo'q, zotimda yo'q saxir. Lekin eshitgansiz saxir bo'lsa o'ladi dedi. Bo'ldi, saxir rakdan ham yomon kasal deb eshitganman-da. Rakka davo bor deyapti, saxirga davo yo'q deganda. Eshitib, mazam qochib qoldi. Voy, dedim, 130 kilo edim. Mana hozir 90-88 kilo bo'lib qoldim. Necha kilo? 40 kilomi? 50 kilo pashta orqaga tashlaverdim men. Qo'rqib ketdim o'shanda. Voy, dedim, shunchalik bo'lib qoldimmi deb qo'rqib o'zimni yo'qotib qo'ydim, rostga. Dorilar ichishni boshladingiz. Dorilarni ichishni boshladim. Keyin ichib yuraverdim. Saxir 15 ga, 18 ga ko'tarilaverdi. Qanaqa asoratlar bo'ldi shu paytlar? O'sha paytda mazam qochdi. Sen baquvvatman lekin. Qurishi og'zim nima qilsam yopishib qoladi. Chanqash. Oyoq og'riq bo'lganmi? Oyoq og'riq hozir rosa kuchli bo'ldi oyoq og'riq. Tirnoqlarimga xuddi ninalarni tiqib olasiz-ku, shunaqa tiq shunaqalar bo'ldi. Oyoq og'riq bo'ldi. Holsizlik. Ortopedga ham qatnadim, oyoqlarim og'rib, ortoped vrachlariga ham qatnadim. Hamma joyga yurdim, holsizliklar bo'ldi. Keyin mana endi bu gap hozir stop diabetdan ketyapti. Mana 2 yil oldin saxirim 28 ga chiqib ketdi. 30 ga chiqdi pashti. Tamom, to'y bo'ldi, sinimi to'y, o'sha yerda men bilmasdan parhez sal buzganman, yeganman, o'lchamaganman, yuraverganman de. Bir mazam qochdi, og'izlarim yopishib, shunaqa bo'ldi. Borib o'lchasam, o'zimda saxir o'lchaydiganlarim bor, 2-3 ta 28-30 ko'rsatyapti de. Qo'rqib ketdim, shokka tushib qoldim. Xuddi odam uchib yuradi-ku, shunaqa bo'lib qoldim. O'zim yo'qman. Siz mana bozorda yurgan odam ekansiz, sizga bilingan bo'lsa kerak.
ko'p sahrlarda sahr bo'lgan paytda odamlarga qo'shilgisi kelmay qoladi, odamlar ko'p joyga borgisi kelmay qoladi. Sizda shunaqa bo'lganmi? Ha, to'yga bir narsa bormayman. Hech narsaga yo'q. Bormasim, to'ppa-to'g'ri. Hech qanaqa unaqa yig'in to'yga aytardi o'rtoqlarim, yodigilar qo'shlar. Ko'p joydan ajrab qoldim. Borim kelmadi. Keyin 28ni ko'rib, ana kapalagim uchib ketdi. Men aytdim, tamom, endi men bir joyimga hozir ajralaman, mana ko'zimdanmi, buyrakdan bir joyimga ta'sir qiladi, qo'rqib ketdim. Xuddi uchib yurasiz-ku, endi ana kosmosda shunaqa bo'lib qoldim. Xuddi ichib olgan odamga o'xshab boshim aylanib, keyin sirazi dorilarni sal ko'paytirdim-da, intervyuni ochib telefonda ko'rib o'tirib, YouTubedan stop diabet ko'rib qoldim. Stop diabet ko'rib qoldim. Qarasam, rosa reklama berishgan ekan. İnsanlarga yolg'on bo'lishi mumkin, lekin Allohga chin. Men namoz o'qiyman, tavba qilib, Xudodan qo'y yolg'on gapirmayman. Sirazi zakaz qildim. O'sha ikkilanish bo'lganmi? Yo'q, bo'lmadi. Sirazi 005 ga ixlos qildim-da. Nima bo'lsa, nima dedim, 1 million edim, 1 million 200 ming o'sha vaqtida 3 yil oldim, 2 yil oldim, 2 yil oldim. Sirazi oldim-da, ichishni boshladim. Stop diabet. Qarang, obga berishdi, ichdi boshlaganingizdan keyin necha kunda ta'siri bilindi? 1 oyda bilindi. Lekin sirazi bilinmadi. Men ham ichib turib aytdim, uch ta'sir qilmayapti-ya, dedimki, 1 oydan keyin уже mana endi men bo'lgan bo'lsam, bitta ammam qizi ham, amakimning qizi ham endi ular ham avlodda zotda yo'q, ular ham bo'lib qolishdi. Ular so'radi mendan, qanday anu bo'lyapsan deb o'zgarishdi dedim. Aytdim, stop diabetdan yaxshi dedim. 1 oy bo'ldi, mana ta'sir qildi dedim. O'zim bildim o'zim. Qanday bilindi, qayerda? Tushib kelyapti-da sahr. Sekin 28 edi-ku, sekin 18 ga, 17 ga, 15 ga. Holatimda ham yengillik, chanqash to'xtadi, ancha yaxshi foyda berdi, o'zim bildim. Men tepada Xudo turibdi, yolg'on gapirmayman, o'zim bildim, lekin aytdim qarindoshlarga ham, stop diabet lekin menga foyda berdi dedim. Ichdimda, yurib ana qildim, 3 ta partiya ichdim. 3 ta partiya ichdim, yo'q, yaxshi. Mana endi 4-partiyasini olaman deb kecha telefon qildilar, 5 to'y dedim. Hozirgi kunda sahringiz necha bo'lyapti? Hozir 8, yaqinda 7 ham bo'ldi. Endi hozir to'y yurib qo'yib 8, ertalab och qoringa, to'q qoringa 10, 12 chiqyapti. Yeb qo'yaman. Dieta ham 50-50. Ha, 50-50 yo'q, 100 qilganim yo'q. Dieta qilsam agar qandaydir quvvatsizlik ani bo'lib qoladi-da, yeyman lekin. Lekin dieta qilish kerak, sahar odam. Jismoniy harakat qilish kerak. Ha, jismoniyda borman. Asabiylashmaslik kerak. Harakat qilaman, asab choylar, asab choylar ichaman. Zominga borib oldingi yil xelbob kelganman, xelban damlab ichaman. Rivoji guli bor-ku, uni damlab ichaman. Faqat tabiiylikka. Tabiiylikka o'taman, sekin-sekin o'shalar ham foyda beryapti. Sizlarda ham lekin tabiiy ekan, ko'p narsa o'qib chiqdim, hammasi tabiiy. Lekin yaxshi, foyda qildi. Men ana qilmayman. Men o'zlariga ham aytdim, yaxshiman dedim. Telefon qilib so'rab turishibdi-ku. Aytdim, juda yaxshiman. Rahmat sizlarga yigitlar dedim. 7ga tushgandan keyin ichmay ham qo'yib qo'ydim. Vallahi yaxshi bo'lib qoldim. Qarasam bugun ertalab o'lchasam 11 ga chiqibdi. Men aytaman, yana boshlashim kerak deyapman-da. Hozir qaysi dori haqida gap ketyapti? Men olganim u boshqacha edi, bu boshqacha. Bu boshqa. Bu mana Zenso diabet bo'lib, tarkibi takomillashib, mana bu ham Immulife firmasidan. Buni ochib ko'rsatadigan bu. Mana bu yoqqa qo'ying. Mana. Ochsak, mana Zenso diabet. Ichida nimasi bor desa, mana. Ha. Choyi, shu stop diabetga o'xshab fito choyi, kapsulasi, keyin yog'lari. Bu shu. Sizda oldin qabziyat bo'larmidi? Bo'lardi. Hozir yaxshimi? Juda o'sha eng kuchli o'sha Sano choyi bilan anonimdan ketmasdi, choyimdan. Faqat Sano choy ichardim, shunaqa juda ham kuchli bo'lardi. Shu mana bunda yog'larida 5 xil yog' bor, qora sedan yog'i, boshqalar. Qora sedan yog'imi? Ma'munisi u tabletka kapsulasi. Tablet kapsulasi. Bu choyi. Buni bir choyni qoshiqda stakanga solib damlab ertalab ichiladi. Shunaqa. Lekin u oldingi choylar paketda edi. Paketchali edi. Undan hali ham bor-da menda. Ko'pku ichida 3 ta pachka. U davleniyani normallashtiradi. Oldin davleniyangiz qanaqa edi? Yo'q, davleniyam yo'q. Davleniyam yaxshi, faqat sahr. Asabiylik, uyqular yaxshilangan. Uyqu yo'q. Uyqu yaxshi bo'ldi. Uyqum yo'q. Asabiylik ham bor, ha. Harakatdaman-da, ertalab turaman, harakatda yurib kelaman. Lekin parhezi 50 qilaman, siz aytganda 100 qilolmayman. Bu Zenso diabetga ishonmayotganlarga, ikkilanayotganlarga nima derdingiz sahrlarga mana? Yo'q, endi birovni majbur qilib ichira olmaysiz. O'zingizni boshingizda o'zimdan o'tganini gapiryapman. Kimga qanaqa uni bilmayman, lekin o'zimga ta'sir qildi. Endi birovni hozir voy anaqa bunaqa desangiz, ishtiba foyda qilmadi desa, men ham o'zim neta bo'lib qolaman. Lekin menga bir oydan keyin foyda qilgan ekan. Bir oygacha o'ylangan bo'lsangiz kerak, cho'ta foyda qilmayapsiz. Ha, o'shaqa deb o'yladim, lekin ichdim, bir oy ichida, bir oydan keyin o'sha sezila boshladi. Yengil bo'lib, qandaydir sahrda
suyaklar og'riydi, yomon og'riydi. Kechqurun yotsangiz oyoqlar og'riydi. Oyog'im chalkashib ketadi. Bir buni bunga tashiyman, bunisi bunga tashiyman. Ancha oyoq og'riydi. O'zi bu dorini ta'sir qilish vaqti nimaga bog'liq desa, misol kimgadir ertaroq, kimgadir kechroq ta'sir organizmga qilishini, qaraydi. bu sahri qanchalik balandligiga, necha yildan beri sahrligiga, asabiy muhitda yashaydimi, asabiy emas muhitda yashaydimi, unga jismoniy harakat ko'proq qiladimi, ozroq qiladimi, bunga dietani yaxshi qiladimi yoki yomonroq qiladimi, bunga nasraniyaga. endi buni omillari ko'pda, odamga qancha vaqtda ta'sir qilishdi, misol odamni yuz ko'ziga qarab turib ayta olmaysiz, sizga manchada ta'sir qiladi. Uni shunaqa omillari bor. Ixlos qilib, keyin dorilarni ham to'xtatmadim ichida, galosimet ertalab bitta Emaglif 25 bitta ichaman, kechqurun galosimet bitta ichaman. Buni 3 mahal ichaman. Keyin bu atrofdan ham intervyuda ko'rgan ekansiz, kimdandir? Dilbar. Aytib bering. Dilbar, bozorda birga ishlardik. Bir kuni sizlarnikini har doim tiskilab o'tiraman. Ikkitaniga Sirdaryo oblasiga ham qo'shilganman, bunga ham qo'shilganman. Ochib o'tirsam Dilbar chiqib qoldi. Biz bilan birga ishlagan o'rtoq. Keyin telefon qildim, o'sha yerdan nomerini topib, sizlarga telefon qildim, sizlar aytdinglar, bilmaymiz uni, faqat klient borib kelganmiz uylarga deb sizmi ish qilib kim gapirdi? Borib kelganmiz, lekin bilmaymiz uylarini dedi. Keyin o'zinikini o'g'lidan so'rab, o'g'li bozorda ishlaydi, so'rab topdim. Dilbardan so'radim, Dilbar ham aytdi, yaxshi, men uchun ancha foyda berdi, nasiba degani uchun keyin men ham boshladim. O'shandan so'rab keyin boshladim keyin men ham. Значит, yordam bergan bo'lsa, Xudo xolasa menga ham yordam beradi. Bundan oldin ichgan dorilarimni, mana buni 2-3 yil bo'tgan bo'lsa, 8 yil ichida ichmagan dorim qolmadi meni. Nimalar qildingiz, shuni aytib bering. 300 ta kapsula bor-ku, qora sedana. Nima edi? Chiquvdi-ku qora. Ko'rmadim. Berishdi-ku 300 mingdan donasini. Voy, esimdan chiqib qoldi, men ham qora kapsula berishdi. O'shandan 300 ta olib ichdim. 2 yil ichdim pashti uni. Yo'q, u foyda bermadi. Keyin bitta olmani tog' tershandan olmadan terilgani bor ekan. Oti esimdan chiqib ketdi. Katta shishida ikkitasi 1,5 millionga berishdi. Uni ham ichdim, u ham foyda bermadi. Keyin fitodiabetni ichdim. Rivoji gulini qo'yib qo'yibdi-ku. 1 millionga oldim, bitta pachkasini ichdim, oshqozonim buzdi. Bo'lmadi. Mazam qochirdi. Uni ham to'xtattirdim. O'sha Dilbarga bir pachkasini berdim. Agar sizga foyda bersa, sizga berib yuboray. Kimgadir qanaqada? U ol bo'lmasin dedim, yo'q, unga ham foyda bermadi. Yo'q, bo'lmadi dedi. Keyin bittasiga berib yubordim. U ham foyda bermadi. Undan oldin men shu O'zbekistonda sahrga desa hamma dorini ichib chiqdim men. Ichmagan dorim qolmadi. Oxirgi ichganim shu, iloyim oxirigacha shu bilan qoliyu, shu bilan yaxshi bo'lib ketdi. Bu siz organizmingizga yaxshi ta'sir qiladi. Men qarang, endi sag'ir diabetdan odam tuzalib ketmas ekan. Mana ikkinchi guruhda tuzalishi mumkin, birinchi guruhda vaqt tuzalmas ekan. Ikkinchi guruhda tuzalishi mumkin, lekin qanday deydi, yoshlar bo'lsa, baquvvat bo'lsa, remissiyaga erishib, ilinib, shunaqa davolansa bo'ladi. Endi biz yoshda ovqat tanlamaymiz, bir narsa yeb qo'yamiz. Bizkida bo'lmas ekan, shu pastda, shu 7-8 da yursak ham bir xilda asoratlar yo'q. Peshonamizga nima yozgan bo'lsa, shuni ko'ramiz endi. Xudo, iloyim, necha yil yashasa shuncha yashaymiz. Endi qarang, mana sahrligingizni bilganda hayotga qilib bo'lgan qiziqishim so'nib ketdi dedingiz. Hozir qanaqa endi mana? Ya hozir yaxshi. To'y. Xudoga shukr, to'y, beshik to'y bormi, o'g'il to'y bormi, gap bormi, hojonalar bilan, mana qizlarim uyiga, uyimda, nevaralarim bilan o'tirib, yeb ichib xursand bo'lib o'tiribman. Xudoga shukr, iloyim baraka topinglar, charchamaylar. Mana o'zi ko'rinishingiz ham sahr demaydi, o'zi yengil bo'lib. Hamma shunaqa deydi. Sahr masiz u deydi. Yugurib yuraman men, lekin oyog'im og'riydi, shunda ham yugurib yuraman. Hamma aytadi, sahrga o'xshamaysiz deydi. Lekin ichki organlarimdan qo'rqaman. Shuning uchun bu qo'shimcha dori-da bu. Ichki organlarga, mana pochka, jigar, ko'z, ichki organlarimdan qo'rqaman. O'zi kasalman. Jigarlarim misolga nima deydi, sarg'i bo'lganman oldin. O'shaning asorati qolganmanda. O'shandan qo'rqaman. Aytam yana ta'sir qilmasin deb, mana shu qo'shimcha dorilarni jigarga, pochkaga ichib yuraman. Muhimi kayfiyat zo'r bo'lsa, Xudo xolasa, Xudo xolasa. Lekin davolandim. Margarita Sergeyevna Tashmida bor-ku, endokrinolog, shu yoqqa ham bordim, davolandim. Ko'p joyga davolandim. Foyda ko'rmadim lekin. Sahr shunda turdi, 18. Etom aka 2 yil oldin 28 ga chiqib ketdi. Mana 2 yildan beri shuni ichayotgan bo'lsam, sahrim yaxshi. 7-8 atrofida. Ertalab och qoringa 7,5 ham chiqdi. Och qoringa ishonmadim o'zim. Yana bitta o'lchab ko'rsam, yana 7,5 och qoringa. Choy ichib bo'lgandan keyin 2 soatdan keyin o'lchasam, 11-12 chiqdi. Yeb olgandan keyin o'shanda ham kepeli non, sariyog', shu ozgina bitta ikkita shokolad yeb qo'ygandan keyin shunaqa chiqdi. Bo'lmasa yaxshi. Iloyim baraka. Siz holatingizga ko'ra biz ham xursandmiz. Iloyim baraka topinglar, sog' bo'linglar. Kim shuni chiqarayotgan bo'lsa charchamasin. Iloyim
omadinglarni bersin, ishinglarni Rahmat. rivojini bersin, Rahmat. bola chaqanglarni rohatini ko'ringlar iloyim. Bizni rohatimizni onalarimiz, biz bolalar rohatini ko'raylik iloyim, tinch bo'linglar iloyim. Rahmat katta. Omadinglarni bersin yigitlar.